Sizlar bilan Dark va bugungi videomizda biz yangilangan bu anarxiyani ko'rsatib chiqaraman, ya'ni obzorini qilaman. Qani ketdi u? Mana birinchi hafta o'sha aytgandek, mana anarxiya yangi. Juda bo'lsizlar, mana Artcraft serverining eng eskini shunday kartasini ham qo'yganmiz. Mana bularni ham to'g'rilaymiz. Hammasini to'g'rilaymiz. Mana bu yerdan to'g'ri yursanglar, mana bitta RTP turadi. Ustiga bosinglar RTP random teleport olib boradi. Va bu yerda mana warp mine ko'raylikchi. Warp mine da mana warp mine. Endi warp ko'ramiz. Qani ko'raylikchi. Da mana warp chest ko'raylikchi. Shuni ko'rmadim. Mana shu. Shunlardan amayli warp deb qaytadan chest qo'yaman. Aytlarda mana shu yerda bir chest turadi. Mana bunday yana mana oldim va qo'ydim va ichiga nimadirlarni solish kerak. Masalan oltiranlar va olmos qilich yoki nesret qilich, kopter narsalar, nesret, totem, tenetlar, shularni qo'ysa bo'ladi. Mana endi yaratamiz. Chest, crate, chest, qo'yamiz. Shunday mana shunday mana respawn mana 11 minutda 21 hop mana 9 minut bo'ladi. Mana tanladim, mana mashina bo'ladi. Chest nima narsalar bo'ladi. Steve Robus deyman. Bolalar hammaga omad. Agar meni serverimda o'ynasangiz yoki boshqa nimadir meni ko'rib qolsangiz, mana nikim 0101 Dark. Agar menga o'ynashingizman rang bering deb yozsanglar, men sizlarga tekin rang beraman. Geomine, vulkan shunday beraman. Bolalar hammaga xayr. Sizlar bilan Dark bo'ldim. Videolarda ko'rishguncha xayr.